Bir ayolimiz qabulimizga keldilar, yuqorilab defekti bilan tug'ilganlar. Farzandlari Hasan Husan bo'lgan, ular ham yuqorilab defekti bilan tug'ilgan. Keyingi homiladorlikka xavotir olib bizni qabulga davolanish uchun keldilar. Yuqorilab defekti bo'lmasligi uchun lecheniya boshladik. Genetik shifokorga ko'rsatdik, virusli infeksion kasalliklarga organizm quvvatini oshirdik, qonni tozaladik, metil folat vitaminlar bilan organizmni to'yintirdik. Lecheniya tugagach ularga homiladorlikka ruxsat berdik. Ayolimiz homilador bo'ldi. Skriningda homila yuqorilabda defekt yo'qligi haqida xabar berdi. Yaqinda tug'ib telefon qilib, bolajonlari soppa-sog'lom yuqorilabda hech qanaqa defekt yo'qligi haqida xabar berdilar. Demoqchimanki, ota-onada naslda yuqorilab defekti bo'lsa, farzandlarga uchrash xavfi yuqori bo'ladi. Bu genetik faktor yoki irsiy moyillik deyiladi. Bu homiladorlikning 3 oyligida virusli infeksion kasalliklar bilan kasallanish, zararli odatlarning bo'lishi, vitamin va foliy kislota yetishmovchiligi, tashqi faktorlar sabab bo'lishi mumkin. Yuqorilab defekti 80% holatlarda nuqson o'zi keladi va homila tug'ilgach 6 oyligida plastik operatsiya qilinib defekt tiklanadi. Agar sababini qilsa, natija yaxshi bo'lar ekan. Buni amaliyotimda guvohi bo'ldim va sizlarga bu haqiqat haqida gapirib berdim.